Assalomu alaykum hurmatli Mr. Devlon va Devlon O'zbekiston kanali muxlislari. Bugun ajoyib kun. Bugun so'nggi Devlon DX210 ekskavatorini Navoiylik akalarimiz mana xarid qilib olishdi. Baraka bo'ldi bugun. Aka, tabriklayman, aka. Aka, barakasini bersin, yaxshilikka xizmat qiling. Aka, tabriklayman. Aka, yaxshilikka xizmat qilsin va kichkina arzimagan sovg'amiz bor firmamiz nomidan. Aka, bu sizga. Bu sizga, Dalal aka. Aka. Texnika haqida nima deya olasiz, aka? Fikrlaringiz? Texnikani endi oldik birinchi marta, lekin eshitganmiz, oldingi nomida oson, zabor o'zi ishlatganda mana shuni tavsiya beradi. Havasi, devon yaxshi deb jo'ramizga xarid qildik. Nasib bo'lsa yaxshi kunlarga ishlataylik. Sizlarni ham ishlaringizga omad. Rahmat, aka. Qilganlaringiz uchun Rahmat. sizlarga unchalik mehmon qilib, hujjatlarda muammo bo'lmadi. Yarim soat ichida hujjatlarini qilib berishdi. Rahmat kattakon. Aka, barakasini bersin, yaxshilikka xizmat qilsin, aka. Xudo xolasa, bundan ham katta texnikalarni olish nasib qilsin, aka. Dalal aka, tabriklaymiz. Yaxshilikka xizmat qilsin, barakasini bersin. Inshaalloh sizlarni bundan ham katta texnika olishga kutib qolamiz. Aka, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarga ham shunaqa texnika kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastda ko'rsatilgan telefon raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'linglar.